Yurish kerak. Ha, bo'ldi, yuryapti. Hop, bu ovoz eshitilyaptimi? To'g'risi ozgina shoshilinch Bo'ldi. Endi bitta siz gapiringchi. Ovozim eshitilyaptimi? Çok güzel gittik. bo'ldi mutaxassislik. Shunday qilib shu yerdan boshlashga harakat qildim. Nasdaq qachongi narsalar 12 fevraldagi narsalar ekan bu yerda. Shuni qilib hozirgi vaziyat bo'yicha bu yerda SNR zona bor. SNR zona plus ishlagan iFobiga bor. 5 minutligida keyin bu yerda hozir yangi kun ochilib London sessiya ham birinchi bo'lib o'tib ketyapti. Nyu-York boshlangandan keyin o'zi yaratgan hayni yechib manipulyatsiya harakati yaratilib tenselda manipulyatsiya harakati yaratib bu zonalarga kelib reaksiya olib expansion bilan qaytib tushib ketib qolyapti hozir. Tak. Tushgan zonasi bu yerda yaratilgan sell side-ni expansion bilan likvid yetgandan keyin range'ga tushib qolyapti kun oxiriga borib. Shu bilan kunni yopyapmiz bu yerda. Hozir yangi kun ochilib 4 soatlikda qoldirilgan PTR fabrik zonada qolib ketyapti. Ketyapti, reaksiya olyapti deydi. Tak yangi kun boshlangandan keyin reaksiya olib range hosil qilyapti. Bu yoqqa hozir Aziya sessiya logo deb o'tadi. Oo. 1, 2, 3. İçten keyin pichni zo'r o'rganmoqsizmi? Ha, bir ilib olgandim darslardan. Zo'r. Chiroyli ishlab berganiga shu yerda. Bu darsda nimalar tushuntirilgan shunda bitta o'qib borsangiz, preview qilib aytib borsangiz. Bu yerdami o'sha aytgan darslaringiz bo'yicha tushunganlarimni iloji boricha Nechta dars ko'rdingiz? Bitta eslab olaylik-da. Bu mavzuni ichida nimalar bor? Nimalar ustida ishladingiz? Nimalarni ko'rsatdingiz? tak ipda bor edi. Mhm. Ipda bor edi. Order bloklar ham darsi bor edi adashmasam. Bor edi. Keyin yana nimalar bor edi? I am the model, Power of Story, Michael range haqidagi darslari edi adashmasam. Michael darslarni tahlil qilgan darsingiz range haqida dars bo'lganki o'sha bor edi. Yaxshi ta'sir Eslab qilibdi. o'tiraman. Bugun dars oxirida bitta yangi narsa o'tib beraman sizga. Eslatib qo'ysangiz 18:00 deb qo'ying bo'ldi. O'zim eslab olaman. Hop. Mana bu joyiga bitta to'xtalsak. Mana bu joyiga. Yeb biladimi? Screenshot'im yo'qdi. Mana. Xullas, qani nima deyapsiz? Bu yerda yana bir narsani qo'shimcha qilish mumkinki, qaytadan frame PDR zonaga kelgandan keyin 3 marta shu PDR zonada shakllangan likvidlarni yechib bir kun oldinga. Hop, qarang. Mana shunaqa narsaga bir to'xtalib ketaylik-da. Qaysidir favorit zona yoki oddiy OB zona bo'ladi-yu. Unga 85,000 marta tegsa ham farqi yo'q aka. Tushundingizmi? Unaqa tegishini tag ma'nosi asli hech qanday ahamiyatga ega emas. Ya'ni ma'nosiz demoqchiman. Sababi nima deydigan bo'lsangiz, bozor range'ga tushib qoladi-yu. Ya'ni bir kun keyin yoki bir kun oldin juda ham kuchli expansion harakatini yuzaga keltiradigan news orqali chiqadigan yangiliklar yoki qanaqadir fundamental yoki siyosiy, iqtisodiy yangiliklarga doir bo'lgan momentda bozor bunday oqib ketadi yoki tushib ketadi, tushunyapsizmi? O'shanaqa oraliqda flatga tushib qoladi. U flatga tushishini ma'nosi yo'q dedik. Просто maqsadi kuch yo'qolish. Tushundingizmi? Kamida agarda u katta trend bo'yicha pastdagi yana likvidga, siyosatga hujum qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, u birdaniga tushib ketib qololmaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni tin olish kerak. Bu nima degani? Tepadan tushib kelayotgan joyda yana kamida nima? 50% ga borib, undan keyin tushib ketadi. Tushunyapsizmi? Bu nima degani? Baychilar bu yerda harakat qiladi то что o'zini tiklab olishga. Lekin qaysidir kuchli bir zonaga keladi. Likvid yoki PZR zonaga YTH'sini yasaydida tushib ketadi. Unga sababchi bo'layotgan zona oddiy SNR tilida tushuntiradigan bo'lsak, qarang mana. Mana buni ko'rsatay mana. Mana bu joyda mana yorib o'tdi zonani, to'g'rimi? Endi
Mana bu yerda nima bor? 0.5 bor. Mana range bor, to'g'rimi? 1, 2, 3 tushdi. Liquidda ichida ishtirok etayotgan oxirgisi kuchlisi. Ko'rdingizmi? Xuddi shunaqa qilib Mayli. to'g'ri trend bo'ylab mana bu yoqqa davom etadi. Agar u davom etishni xohlamaganda yoki qaytib ketish belgisi bo'lganda edi, mana bunaqa katta impulslar bo'ladi. Tushundingizmi? Tasavvur qiling, bu M5 emas, bu H1. Tushunyapsizmi? H1da ham nima bo'lyapti? Yarimgacha boryapti. H1da shuncha harakat bo'ldi degani bu уже нормальный bay harakat bo'ldi degani. Shunaqa kuchli selda orasida. Tushunyapsizmi? U yog'iga ham qarang, bu yog'iga ham yana bu yog'iga ham ishlasangiz bo'ladi degani. Просто sizga bu yerda yordam beradigan ключевой narsa shunchaki range. Endi range'larni to'g'ri topishdagi maslahatim oddiy haylovlar bor, trend to'g'ri aniqlash darsidan ko'rib olsangiz bo'ladi. O'sha bo'yicha ishlasangiz yaxshi. Tushundingiz-a? Mana bu, undan keyin 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 bu. E'tibor qiling. Mana shuncha joydagi 1, 2, 3 shuncha liquidda mana uzr, bu liquid ham ekan. Shuncha liquidda mana bu narx harakati o'zi bitta manipulation qildi, ko'rdingizmi? Shuni o'zini soyasiga yechib qo'ydi. Va endi ishonsa bo'ladiki, narx mana bu liquidga borib chiqib, undan keyin nima qilsa qilsin. No, biz biladigan narsa dol biz uchun shu bo'ladi. Tushundingizmi? Konkretniy borib beradigan liquid shu. Endi buni bunday qiladigan bo'lsak, MXMda buy modeliga to'g'ri keladi. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda chala-chulpa bo'lib, zo'r harakat qilgan narsalar mana bu yerda nechadir soatlar yoki soniyalar ichida hal bo'lib ketadi. Tasavvur qiling, mana bu yerdan mana bu yergacha necha soat bo'lyapti, qani? 18:00. Qaysi kuni bu? 13-kun ekan. Bunda demak 12 bo'lyapti. Mana. Deyarli 18 bo'lsa, 6 soat plus 12 bo'ladimi keyin? 12 bo'lgandan keyin 9 5 gacha soat. bo'lganda 15 soatlik narx harakatini aka, hiyat qiling. Mana bu joydagi M5 dasiz-a mana. Tushundim. ikkita chamchi yurib qo'ydi. Tushundingiz-a? Tushunarli. Qaysisida? Nasdaqda. Qolgan paralar unaqa qila olmaydi. Gold taj unaqa qila olmaydi. Qiyin. Ya'ni nechadir soat bitta range oralig'ida yurib qolgan momentda maksimum 10 yoki 15 minutda o'sha harakatda yurib qo'ya olmaydi. 10% ehtimoli bor. 100% dan. Bu yerdagi range'larni nega aytyapman? Hisoblang, to'g'ri trend to'g'ri aniqlash darsini yodga oling deb. Sababi MXMda nima edi aka? Oyoqlarda eslaysizsa, mana bu yoqda paradoxical bo'ladi degandik. Ko'rgan bo'lsangiz. Bu yoqdagi oyoqlar, bu yoqdagi nima? Liquidlarga xizmat qiladi. Bu oyoqlarni yoki bu nuqtalarni qoldirib ketishi kelajakda buy proses uchun nima? Hunt bo'ladigan zonalar, ov bo'ladigan zonalar, hujum qiladigan zonalar. Bitta keyin chiqyapti. Mana qaytib beryapti. Ko'rdingizmi? Tushundingiz-a shu harakatni? Ya'ni Tushundim. demoqchimanki, hamma joyda, har bitta time frame'da MXM bor. Faqat unga to'g'ri va kerakli bo'lgan range nuqtalarini aniqlab olsangiz, qayerdan qayergacha o'ynashni bilasiz. 4 soatlikda qoldirilgan PTR FVG zonada qolib ketyapti. Tekyapti, reaksiya olyapti deydi. Yangi kun Yana boshlangan bitta narsani tushuntiray. Mana bu nimaga kerak, buni logikasi o'zi nima uchun xizmat qiladi deydigan bo'lsangiz, Three Drives patternda. E'tibor qiling, u sizga to'g'ri yo'nalishga yordam beradi, brat. Tushunishingiz uchun. Ya'ni yo'nalishda to'g'ri entry qilishga yordam beradi. Liquid zona bor, to'g'rimi mana? Yechdi. Pastda PZR. Ya'ni biz aytganmiz-ku, liquid bo'lib, lekin PZRga kelmay ketsa, u baribir nima qiladi? PZRga yana tushadi. Bu aldamchi bo'ladi. Xuddi shu narsa bo'lyapti, e'tibor qiling. Mana bu yerda mana liquid bor, lekin PZRga hali kelmadi.
Keyin nima qildi? Yana baribir tushdi. Endi bu joyda biz uchun ishonchli bay engulfing ko'rinishida nima qilmayapti? Bo'lmayapti. Tushundingizmi? Engulfing nima edi? Mana bu yerda 1, 2, 3, 4, 5 ta shamchani kamida 2 yoki undan ortiq bo'lmagan shamcha kamida 50% dan tanasi bilan tepada yopilishi yoki yeb bitirishi mana shu joyda. Tushunyapsizmi? O'shanaqa bo'lmayapti. Keyin sotib qo'yapti va biz kutyapmiz. Miyada o'zimizcha taqiqlayapmiz. Bu cho'ta sal yoqmay turibdi-da deyapsiz o'zingizga o'zingiz. Keyin shuni sal qo'yaveraylik. Hali vaqti ham bo'lgani yo'q. 30 ham bo'ldi Nasdaqda London Killzone'da ichingizda aytyapsiz-da o'zingizga o'zingiz. Tog'da bormi deyapsiz-da. Nasdaqda London Killzone'da ishlashga bormi deyapsiz. Mana bunaqa xunuk price action'da kutasiz. Qanday kutishni siz yaxshi bilasiz. Nega? Chunki likvidni yechmagan joyda endi yechdi, pijariga kelmagan joyga keldi va nima qilasiz? Sizga mana bunaqa engulfing ko'rinishidagi joy kerak. Mana bunday buzaveradigan. Tushda qanchalik kuchli bo'lgan bo'lsa, uni qaytishi kamida 2x ko'rinishida bo'lib qaytishi kerak. Shunaqa holat bu yerda bo'lmadi. Bu yerdachi? Bo'lmadi. Sezdingizmi? Bu yerdachi? Bo'lmadi. Faraz qiling. 1, 2. 1, 2, 3, 4 ta shamchaka. 2 tani хотя бы ana oling, ikkitasi engulfing qilib qo'yish kerak edi-da. Tushunyapsizmi? Bunaqa qilmayapti. Biz mana bu sanog'imizda ham nima kelyapti bu? To'g'ri kelyapti. Ko'rdingizmi? Уже 9:30. Biz bilamiz Nasdaq o'zini qanday tutishini va bu oraliklarda просто ko'tib qisib turamiz, tamom. Bizga mana bunaqa confirmation berib olish uchun endi qarang. Mana bittaga 1, 2 ta shamni bu e'tibor qiling. O'zidan oldingi likvidlarni borib yechib, mana bu yerdagi tanalarga nisbatan tortadigan bo'lsa 50% dan yuqorida yopilib, ikkinchisi vashi urib yubordimi? Sezdingizmi? Mana qarang. Shunaqa. Qancha tushgan bo'lsa 1x chiqib 2x tepaga urardi. Tushundingizmi? Bu birinchi qism, bu ikkinchi qism. Logikani ishlatadigan joy demoqchiman. Likvidlar tozalandi aka. Pijarilarga javob berildi. Engulfing bor, CISD bor. Endi likvidni yechgan tarafni teskarisiga qarab nima qilamiz? Hujum qilamiz. Ko'rdingizmi? Next olib range hosil qilyapti. Bu yoqqa hozir Aziya sessiya lovi deb yozdim, chunki bu sessiyaga kelib qoladi. Range lovi bu yoqqa to'g'ri kelib qolyapti. Birdan sessiya lovi deb yozib ketdim. Shuning uchun sessiya lovini yechib PDR zonamizga kelyapti HTF'dagi. Shu bilan range hosil qilyapti. PDR zonaga kelgandan keyin range hosil qilib range high'ni o'zi sirada yechib ketyapti degani. Ozgina tepaga yorib range loviga hujum qilyapti. Shundan keyin range lovini yechgandan keyin range lovini yechishda qatnashgan bu range high'ni belgilab olib, shu bilan range lovini belgilab, range lovini yechgandan keyin range high'ga yana hujum bo'lyapti. Bu yerda xuddi shunday bu range'ni yechishda qatnashgan bu range high'ni belgilaymiz. High'ni yechgandan keyin bu yerda xuddi shu range'ni loviga hujum bo'lib, manipulyatsiya vaqtida to'g'ri kelyapti deb bo'lib, bu paytda yangilik vaqtiga yangilik vaqtidagi manipulyatsiya vaqtiga to'g'ri kelyapti. Shu bilan 9:30 o'tib manipulyatsiya qilib bu harakatlarni macro time undagi macro time'ga to'g'ri keladigan vaqtda bu yerdagi order bo'lgan kecha yaratgan oxirgi range'larni high'ga hujum bo'lyapti. Bu yerda zonamiz bor. Qaytarish uchun 5 minutlik favoriga qoldirib ketilgan ishlamagan. Shu yerdan narximiz qayta olyapti. Bu New York Killzone AM'dagi holat PM'da yana harakat bo'lyapti. Bu yerda haligi 5 minutlik favoridan reaksiya olgandan keyin pastga hujum bo'lyapti. Equal low'largacha, lekin bu yerda olmay qolganimiz sababi bu yerda SMT bo'lib qolyapti. Bu holat S&P 500 Dow Jones ham yechilyapti. Keyin shu bilan bu Nasdaq bo'lsa bu ichki likvidni yechib ketyapti. Ichki likvidchasi borda erg'al qilib buni yechib ketyapti. Xo'p. Shu bilan kun yakunlandi. Yangi kun boshlanib bu yerda Aziya low'ni yechib ketyapti. Buni yechganiga sabab mana o'ylashim bo'yicha mana bu sell side'larni yaratib ketish uchun, sell side uchun nima deydi? Low yaratib ketdi-da, короче. Shu bilan London boshlangandan keyin Aziya range'ni high'ni yechib ketyapti. Bu yerda 15 minutlik RRB bor. 15 minutlik time frame'dagi RRB bor. Shu bilan SMT bilan etqa qilib tasdiq berib bizga yana trend bo'yicha ketyapti. Bu yerda order bo'lgan reaksiya olib ketyapti. Order bo'lgan reaksiya olib, shu bilan pastga tushgandan keyin range qo'yapti. Chunki bu yerda overlap vaqtlariga to'g'ri kelib qo'ygan. То есть overlap vaqtlariga to'g'ri kelib qo'ygan. Shu bilan bu yerda equal low'larni yechib ketyapti. Tashlab ketgan SMT bo'lib qolib tashlab ketgan equal low'larni yechib ketyapti hozir. Bu equal low'larni yechgandan keyin range hosil qilyapti. Yana range'ni high'ni bu yerda qolish bilan o'zi yechib ketib qolyapti. Yechib pastga range low'ga hujum bo'lyapti bu yerda. Keyin xuddi shu range'ni low'ni bu yerda biroz yurib o'ziga yechib high'ga hujum bo'lyapti bu yerda.
hayni yetishadi bu yerda. Tak, bu yerda bo'layotgan situatsiya hozir bu to'g'rimi yo'qmi aniq bilmayman-ku ustoz. Shu masala bo'yicha fikrimga aniqlik kiritib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerda yaratilgan range hayni bu yerda yechildi deb hisoblayapman, chunki mana bu svecha bu yerga o'zib ketganman. Qora svecha candle bo'lgani uchun range hay yechildi deb hisoblab olganman. Mana dojidek ko'rinib qolgan bo'lsa ham, lekin qora svechada kichkinagina shunday qilib range hayni bu yerda yechdi deb hisoblaydi. Bu yerda range low Qarang Murat. To'g'rimi? Yaxlit qilib oladigan bo'lsak, qaysilar qoladi? Kechirib bering. Bu yoqdagi haqiqiy hayollarni aytyapsiz. Bo'ldi. Endi qarang. Mana bu yoqda tushgan joy bor-ku. Borib bu nima qilib berdi? Likit tejib, itoga qilib tushib ketyapti. Qarang. Mana bu range high yozib qo'ygan joyim ETH bo'lyapti-da, shunaqada to'g'rimi? Da. Mana shu joyida, to'g'rimi? Mana. Qarang. Bitta logika bor, Murat. Agar xohlasangiz, общий konkretniy nuqtadan belgilashni boshlang. Mana 0.5lar topish uchun. Tushundingiz-a? Bu nima degani? Bitta yasagan nuqtani boshidan boshlab, mana bu yerdagi range qayd etgan nuqtadan boshlab. Tushundingizmi? Mana shuni oralig'i mana 50% dan tepa. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda nima bor? M5 bo'yicha FOG bor. M15 bo'yicha menimcha shunaqa ko'rsatsa kerak. Xo'p, bu fevral oyimi? Fevral oyida ko'rsatarmikan? Bir ko'rib kelamizmi borib? Siz backtest qildingizmi buni? Qarang. Yo'q, backtestda emas, ustoz, ana bu plyusim bor edi, o'shanga sal ko'proq orqaga qaytib bildim menimcha. 16-fevral. 16-fevral Nasdaq mana. 15 minutlikda qaytsa kerak. 16-fevral. Mana, voy qarang. Ko'rdingizmi? Sezdingizmi mana bu joyda? Siznikiga sal o'xshash. Qani sizniki? Mana 5 minut. Tilla chichvordimi? range bo'yicha ketyapti. Bu yerda 1 minut. Qarang. 16-fevral soat 10 dan keyin o'sha kechga taraf. Hop. 16-fevral kechga taraf. Mana. Mana bu joy ekanda, to'g'rimi? Mana bu joy. Ko'rdingizmi? Mana shu joyda ekansiz. E'tibor qiling. Bu bilan qo'shimcha nimasini olamiz? Bunday olamiz. Mana. Bunday qilamiz. Bunday qilamiz. Hop. Mana. Mana shu joydan boshlaydigan bo'lsak. Men sizga mana bu joyda aytdim-da. Siz bu yerdan olganmisiz aka? Menimcha mana bu yerda. Tepadan olgan edim adashmasam. Yo'q, bu yoqdan olganman. Manada mana bu hayiz soat 4 bilan 5 oralig'ida turibdi mana. 16-fevralda. O'shanda olganman. Soat 4 bilan 5 oralig'i mana aka. Ko'rdingizmi? Demoqchi bo'lganim, mana bunda o'zini yaxlit oling. Xohlasangiz. Xohlasangiz oqishni boshlagan dastlabki qora chamchadan tortasiz bu yoqqa. Ko'rdingizmi mana? Shundan olasiz. Endi bu bunaqa turganligi uchun, M15 da bo'lganligi uchun mana buni tortganingiz yaxshi. Hop. M15 da shunaqa turibdi. M30 H1 ko'raverasizda xullas. Demoqchi bo'lganim, mana bu joy bor-u, zo'r topilgan. Tushundingizmi? Range ga ko'ra. Endi e'tibor qiladigan bo'lsangiz, likitni yechishda ishtirok etayotgan FOga kuchli FOga. Mana yerda SMT lar bor. Chala-chulpa, chalajon.
SMT'lar. Yarimta 0.5, 0.25lik 50 gram qo'yib yuboring deydigan SMT'lar bor. Ko'rdingizmi? Hı. Keyin CSD'ga touch. Qarang, SMT'dan keyin CSD'ga touch. Plus fogi ham bor. Nima bo'lyapti? Oqib ketyapti shu bilan expansion bilan. Da. bo'yicha filmga aniqlik kiritib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Bu yerda Bu range high emas. Tushundingizmi? Anavi 1 sekundlikda olganingizda mana shu joy uchun shunaqa bo'lardi. No, siz PDR zonaga to'g'ri kelgan joyda olyapsiz. Qarang, PDRda bu e'tibor qiling, yashildan keyin birdaniga doji bo'lib qoldi. Tushundingizmi? Baychlarda уже tish o'tmay qoldi degani, sodda tushuntiradigan bo'lsam. Tars etib tishladi, qarasa qattiq non ekan. Keyin уже nerviga berib yubordi. Keyin nima qildi? Saleslar baychlarni tishini uzib oldi, brat. Ko'rdingizmi? Bu endi stomatologga borsa ham iloji yo'q. yaratilgan range hayni bu yerda yechildi deb hisoblayapman, chunki mana bu svecha bu yerga o'tib ketgan. Qolish xatosi значит, to'g'rimi ustoz? Hm? Range haylovlarini bunaqa yechildi deyish xato значит. Yo'q, To'g'rimi? mana bunaqa olsangiz aka yaxshi. Bu judayam maydada. Tushundingizmi? Ha, bunisi juda mayda bo'lib ketgan, Siz to'g'rimi? bir dona- Bu birinchisi to'g'rimi aka? Mana bu tarafmi? Ha, ana shu birinchi range'ni yashil range olganman-ku. Manami? O'shanda ham e'tibor bergan bo'lsangiz, ana shuni Ha, bu belgilaganman. to'g'ri, bu to'g'ri. Qarang, buni olyapsiz-a, qarang, e'tibor bering. Mana tushuvchi trend, to'g'rimi? Ya'ni down trendda ekan, bildik. Endi bizga tinish kerak deganmiz. Tinish mana. Tinishni hay bu endi qayerga boryapti bu yoqqa. Bo'ldi. Bu to'g'ri. Lekin degan joyi bor aka. Oraliqlarda mana shunaqa joylarni belgilab olish sal xato. Chalkashtirib qo'yadi. Agar siz mana bu yoqni hisobga olmasangiz, ya'ni bu tushuvchidan keyin menga bu kerak. O'shaning uchun ham men range'ni high bu, range'ni low bu sifatida olaman deb olganingiz to'g'ri. Men aytayotgan xato olinish qanaqa? U mana bunaqa. Mana range low'ni yechdi deydi, payga ketamiz deydi. Ko'rdingizmi? Lekin boya aytganimdek logikani ishlatsak, mana yoqda ketma-ket tushib kelayotgan qora shamchilarda bu nima qila olmayapti? Okey aka, 5 tasi bo'lsin, хотя бы engulfing qiladigan, to'g'rimi? Qila olmayaptimi? Endi ozgina fikr yuritish kerak. Bu qanaqa qilib payga chiqadi aka? Yangilik bo'lmasa, bir qaytaradigan bir kuchli PDR zona bo'lmasa, to'g'rimi? O'zi tushuvchi trend bo'lib kelayotgan bo'lsa, просто mana yerda oraliqda bunday tushib kelgan joyida orasida fogidan kuchlanib yana tushib ketayotgan bo'lsa, bu qanaqasiga tepaga olib chiqib ketib qoladi. His qildingizmi? Shuning uchun engulfing degan narsa kerak aka. Bo'lmasa bo'lmaydi. Mana bu joylarda e'tibor qiling. Misol uchun, engulfing yo'q-ku, ne mazgimiz kelsan deyishingiz mumkin. Bu joyda siz mana bularni olgansiz, mana. Ko'rdingizmi? Keyin likvid yechilishi alohida e'tibor bergansiz. Plus nima? Va trend. Tushundingizmi? Siz bilasizki, bu tushuvchi trend bo'lgandan keyin mana bunaqa oqimda nima qiladi? Yana yechib, takansa tushib ketadi. Bu yerda nikak iloji yo'q, bayga qo'shilib olishdi. Eplasangiz mana bu oraliqda, mana bunaqa joylarda, mana bu fogilarda mana yergacha ishlang. Qarshi emasman. Lekin tan oling. To'g'ri trendni tan oling. Tushundingizmi? Tushundim. Hozir bitta shogird akaxonda bor. M1 ochib olib, endi uni miyasi juda manqurtlab ketgan. Panika qilaveradi aka. Tushunyapsizmi? Tasavvur qiling, M1da mana shunaqa goldda mana shunaqa shamchani ko'rib qoldim, bo'ldi. Aka, sel ochaymi deydi. Brat, o'zingizni bosib oling. Please. Bozor faqat M1 time frame'da ko'rsatmaydi. Undan kattaroqlari bor. Siz boshlanishiga H1H4larda qarab turavering deganman-da. Ana hash shakarlar ochaveradi-yu, qaltirab. O'shanaqa bo'lib qolmang. Ertaga siz ham zo'r range'larni o'rganasiz-u, mana shu zo'r range ekan devormang. Tushundingizmi? Siz uni zo'r range'ligini backtestda tushunib yetdingiz. Tushunib yetish boshqa narsa, mohiyatni anglash umuman boshqa narsa. Tushunib yetish, nazariy ko'ra bilish. Tushunyapsizmi? Misol, o'zingizga singdira olish shunaqa bo'lyapti, demak ochsam bo'ladi deb turib. Mohiyatni anglash, u amalda qo'llay olish, qo'rqmasdan. Tushundingizmi? Mana
miya moslashadi, kayfiyatingiz moslashadi, psixologiya moslashadi, riskingiz moslashadi. Hech narsa sizni kontrolingizdan chetga chiqmaydi. Tushunyapsizmi? Hammasi kapitalingizni protect qilishga qaratilgan bo'ladi. Ya'ni himoyalashga. Birinchi navbatda pulni ko'paytirish emas, uni to'g'ri himoya qilishni bilish kerak. Qo'lingizdagi bor summani ushlab qolishni o'zi bitta baxt. Chunki ertaga ham ishlashingiz kerak-ku. Shuning uchun mana bunaqa joylardagi bizga farq qiladigan narsa mana bu joy. Ya'ni bu bunday bo'lyapti, bizga mana bu oraliq muhimda. Tushundingiz-a? Keyin buni yechgandan keyin to'g'ri trend bo'ylab nima qiladi? Yana baribir tushib ketadi. Undan keyingi holatda maydalashib ketyapti va baribir engulfing harakati berilyapti. E'tibor qilyapsizmi? Bum. Mana bular SMT'lar. Bu chalg'ituvchi holat. Bitta o'ziga bordi. E'tibor qiling. Men qora shamchani o'zi demoqchimanda tushib ketdi. Keyin joyida srazi reaksiya. Bum. Range high yechildi deb hisoblab olyapman. Mana bu dojida ko'rinib qolgan bo'lsa ham, lekin qora switchada kichkinagina shunday qilib range highni bu yerda yechildi deb hisoblaydi. Bu yoqda range lowga hujum bo'ladi deb tutsak bo'ladi. Bu yoqda 5 minutlik figurga reaksiya olyapti. To есть side sistemdan chiqib qolibdi. Shu bilan birinchi vaziyatdamiz. Bu yoqda ikkinchi imkoniyatdan kirilyapti, chunki 5 minutlik figurga tayinlik PDR zona shu edi. Bu yerda hech qanaqa SMT albatta bo'lgani yo'q. Shu PDR zonaga reaksiya berib ketyapti range lowgacha hujum. Dальше bu yoqga sell side orta sell sidegacha hujum bo'lyapti. Bu kunni tugashiga to'g'ri kelib qolgan. No yurishlar bu harakatlar ichida normalniy bo'lib qolyapti. Bunga sabab bu yoqdagi expansion harakatidan keyingi unga javob berilishi kerak bo'lgan retracement harakat bo'lgan. Короче, mana bu Mana bu joyda o'qish esdan chiqib qolibdi. Expansion harakatda sell side'ni yechib tinish oldi. Okey, keyin bozor o'z kuchini yo'qotib, European sessiyasida kuchsiz harakatlar bilan kunni yakunladi. Mana bu adekvat yondashuv. 5 zo'r. Yangi kun ochilib, Asia sessiyasi low'ini yechib, yana pastroqdagi high time frame PDR zonadagi zonasigacha tushdi va bu deyarli London yildizi boshlanishiga to'g'ri keldi. PDR'dan reaksiya olgandan keyin birinchi range'ni hosil qilib, range hosil qilib, high'ni yechib, low'ni yechdi. Shu tartibda zanjir harakati boshlanib ketdi. Bu yerda og'zaki tushuntirishga harakat qilaman. Zo'r, молодцы, brat. Ideal. Ko'ryapsizmi? Ko'z qo'rqoq, qo'l botirmikan? Shunday ekansiz. Uzru yig'lab yuruvdingiz aka. Qilolmayman, uyalaman, unday bunday. Oydagina aka mana. Mana bu misrani o'zi yetarli. Mana shart emas. Mana bu misrani o'zi menga ko'p narsani tushuntirib qo'ydi. Zo'r. Qisqa lo'nda. Gap yo'q. Endi mana bu joyga keladigan bo'lsak, men sizga ko'rsatmoqchi edim maza joyini. Shu joymi? Oppa, mana shu joy. Qarang. E'tibor qiling boya kartinkaga. Narx nima qildi? Общий harakat uchun biz 50% topib olamiz. Ko'rdingizmi mana? Measuring gap tepasi nima? 1.2 bo'ldi. Endi qarang. Bu joyda bizga tinish bo'lgan nuqtasi mana bu joy. Kutyapmiz, range high'ni yaratdi, tushdi. Range low'ni yaratdi. Okey, endi nima qiladi? Mana bu joyda range low'ni yechib, mana ketdi CISD'dan. Ko'rdingiz? Mana bu joyda yana likvidni yechib oldi. Bu low risk. Oppa. Accumulation bo'lib, itilni yechib ketdi. Mana bu joyda anav bor edi. Boyagi measuring gap bor edi. Keldi, yechdi, ketdi. Mana bu joyda ham yana yechib olib, yana tushib ketyapti. Oraliqda e'tibor qiling. Mana bu nuqtaga ko'ra narx yana qaytib nima qilyapti? Buni yechyapti. Kayf, zo'r, mazza, juda chiroyli. Mana bu joylargacha chiroyli mana. Bu range low ham, bu range high ham to'g'ri. Bunisi ham. bu yoqda range hosil bo'lyapti. Range low'ni bu yoqda yechyapti. Keyin range high'ga hujum bo'lyapti. Bu yoqda yaratilgan range'ni low'ni yechib, to есть bitiladi. Range hosil bo'lgandan keyin high low'larni belgilayapmiz. Bu yoqda birinchi low'ga hujum bo'lib, keyin high yechib ketyapti. Shu bilan shu high'ni yechish mobaynida bu yoqda order ishlagan order blogidan reaksiya olib ketyapti. Bunga sabab boshqa PTR zona to'g'risida topolmadim. Bunga sabab bilmayman. SMT ham hosil bo'lgan shu yerda
SMT bilan yana pastga ketyapti. Ketib bu range'ni tash. Amaki shu joyda bitta to'xtab olaylik-da. Mhm. Range high yo'qda. Men ko'rsatdim-ku ishlagan order blok, u yoqdan ishlagan IFO'ga Hmm. ana shu joyda boshim Ta'sir qotdi-da. qilmagan. Prosta time frame'ni almashtirasiz. Biroq M1 da nimadir ushlab qolgan bo'lishi mumkin. M5 da nimadir, M15 da nimadir ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Uni ataksiz ko'rsatgan M5 emas. Chunki ular joyida ishlab bo'lgandi. Boyagina O'sha holatda. narsani boshqa time frame'larga o'tib izlab ko'rdim-da, lekin faqat kattasiga o'tdim menimcha. Kichkinasini aniq eslolmayman, ancha o'tib ketdi. Lekin izlab ko'rdim-da, sabab izlab ko'rdim, topolmadim-da to'g'risi. Shuni bir o'zingiz qarab bera olasizmi yo'qmi deb so'ramoqchi edim. Kichkina time frame bo'libdi, biroq menda ham hozir ochmaydi. Ochmaydimi? Agar qarang, misol mana shu narsa high time frame'da bo'lsin, high time frame'da debman, all time high'da bo'lsin, tasavvur qiling. Mana bu yangi narx nuqtasi, to'g'rimi? Misol uchun. Yetib olmadi, SAP byudjet yechib qo'ydi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'lib turibdi. Shu joyda misol SMT birinchi o'ringa chiqadi. Tushundingizmi? SMT konkretniy mana yirik planda o'z so'zini aytadi. Bu yerda pizeri nikak iloji yo'q, chunki yangi narx nuqtasi. Hech kim topib kela olmaydi-yu. Yo'q narsani. Xuddi shu. Atak mana bunaqa joyi bor narsadan qaytayotgan bo'lsa, endi u mayda time frame'da nimadir bo'ladi. Mana qarang. Boyagi logika, brat. Engulfing logikasi. Men engulfingga urg'u bermayapman. Prosta moslashib keting demoqchiman. Zo'r belgilagansiz. Hammasi zo'r belgilangani, tasdiqlari borligi, likidlar hisobga olinganligi, range low, range high'lar tartibda bo'lganligi uchun buni hozir men sizga desert qilib tushuntirsam, miyangizda yaxshi qoladi. 3 ta qora shamcha, to'g'rimi? Mana shuni o'zi high и low. 50% mana yerda, to'g'rimi? 2 ta qora shamcha, ya'ni bu yerdagi shakllangan shamchalardan soni kam. Aytdik-a, maksimum 2 ta bo'lishi kerak degandik boya. Shu. Nima qildi? Engulfing qildi. Ya'ni bu joyda 50% ni tanasi bilan nima qildi? Buza oldi. Muhimi dastlabki 2 ta shamcha. Xuddi shu narsani qila oldi. Endi e'tibor qiling, bu joyda nima bor? Measuring bor. Ko'rdingizmi? Endi bu nima degani? Mana bu yerdagi o'sgan harakat o'ziga nisbatan 50%. Keyin nima bo'ldi? Mana bu yerdagi CIZ-dan bum. Ko'rdingizmi? Bitta yitilda yasa oladi, bum. Range hosil bo'lib, high low hosil bo'lyapti. Shu bilan bu range high'ni yetgandan keyin high hosil qilib, bu range'ni o'zi low'ga hujum qilyapti. Range'da low'ni yetgandan keyin stop. Degancha peripotov. O'tsa peripotov. Ruchkada bo'layotgan narsasi range high'ni range low'ni yetibdi, range high bo'lyapti bu yerda. Bu qatnashgan range'ni low'ni yetibdi. Ana shu yerda chalib qolgandim. Ya, bo'lib turadi. Hech yo'q. Yetgandan keyin range high'ga hujum qilyapti. Shunday qilib, turimiz yakunlanyapti. Mana bu kerak emas narsa ekan. Kim aytdi kerak emas deb? Mana bu Liquidity yerdagi range'da high bor ekan, u kerak ekan, lekin bu o'sha range'ni high bo'lgan, uni low kerak emas ekan. Zo'ra? Endi men bu tepasidagi range bor-ku, o'shani tepasidagi o'shani o'zi bitta tasdiq bo'lib yetadi deb hisoblab olganman-da, adashmasam. Endi ketyapti, ko'rdingizmi? Mana. Yaxshilab chizib, qaytadan ko'rsatib beribman. Range high, to'g'rimi? O'sha range O'sha как раз high, range hech olmagan ekan bu yoqda liquidlikni. range high'ini low mana bu. Belgilab oldik. Tinishi bormi? Bor. Endi birinchi u nima qildi? Buy side'ga ketish uchun qayerda eshitdi? Range low'ni eshitdi mana buni. Bu orqaroqdagi sell side bu. Bu o'zaro shakllanayotgan range'ning high va low'lariga ta'sir qilmaydi. Ovozim uzilib qoldimi deymanda. Mana bu OBS uchun sal uzoqroqdan gapirdim. Noise suppression yoniqda. Shovqin bo'lmaydi. Faqat sizni ovozingizni kesib, tiniq qilib yetkazib beradi. Uzoqroqda bo'lsangiz yaxshi yetkazmaydi. Shunaqa bo'lib qolgan bo'lsa, uzr. Yo'q, yaxshi keldi. Yo'q, zapisda. Kelajakda ko'rganingizda uzr so'rayapman. Bo'ldi, tushunarli. Yetibdi. Do'stlar, mana SMT berib, bu yoqda SMT
bu yerdagi xato tushunarli. Yangi kun boshlanib, bu yoqda SMT bilan Dow Jones bilan SMT bergan uzr. Dow Jones bilan SMT berib, bu yoqda order blo'dan reaksiya olyapti. Shu ro'zda range hosil qilib, yangi kun boshlanganiga range hosil bo'lib, order blo'dan reaksiya olyapti. Bu yoqda range high blo'ga hujum bo'lgan. Shu bilan bu yoqda buy side qoldirilgan, shungacha hujum bo'lyapti. Men trade qilganimda o'shanda shu buy side bilan cheklanib qolardim. Buy side o'zi ichida qilamanchi. Dedik bu haychi. Bu yoqda aslida harakat, bu yoqdagi expansion harakatini 15 minutlik time frame'dagi fokusga ichki likvidga hujum bo'lgan. Yo'qqa kelib kundagi o'zini harakatini, to есть PM sessiyadagi harakat tugagan, PMda ham harakat kuzatilyapti bu yerda bizada. Bizada hozir reaksiya olayotgan soni hujum bo'lyapti. Hujumgacha kelgan. Kun yakunlanyapti. Boshlanadi yo'lda. London sessiyadan harakat boshlanyapti o'sha Londongacha Aziya range high yechib qo'ygan edi. Aziya range high yechib qo'ygan edi. O'zi buni ham yechib shu Aziyani. Siz Foga kecha kelyapti bu yerda. Kecha to'g'risi ertalab ishga ketishim kerak. Bir ozgina turmusdan holatlar bo'lyapti. Kecha o'tgan o'zi do'st, o'zi nima deyishni ham bilmay qo'ygandim bu yog'iga. Uni eshitishim shart emas o'zi. Nega? Keraksiz gaplar bo'lganda. Nimaga? Yana bahona qilganmisiz? Ha, Aka, oyday odamsiz-ku, mana qarang. Odam o'zini chetdan ko'rganda ko'p narsalarni o'zgartirishi mumkinligini, ko'p narsa qo'lidan kelishini tushunib oladi-da. Siz ham his qildingizmi shu narsani? Monetdagi boyagi sanagan chartdagi zo'r san'at asarlarini siz qilganingizni bilasizmi? shunday. Yo u shunchaki qilishim kerak deb tashlab olmadingiz? Misol men bilsangiz, qanday tushuntirsam bo'ladi? San'at asarlari art gallery bor-u, u yerga nima maqsadda boriladi, nima uchun boriladi, nima deb o'ylaysiz? Hech bir rasmga qarab turib uzoq qolib ketganmiz. Rasmga mani o'zimda bo'lgan vaziyatni tushuntiray. Bir ishni chiroyli qilib bitirganimda o'shanaqa mazza qilaman. Shunaqa. Meni qaysidir o'quvchim men bergan o'rgatgan narsalarni, topshiriqlarni, vazifalarni qunt bilan bajarsa, men buni chiroyli qilib, konkretniy yozib, chizib, yondoshib, so'zlab, nutqini aytib bersa, men uni eshitsam, men kutgandek narsa bo'lsa, men ham mazza qilaman. Va men undan aniqroq u chizgan analizidan, tahlilidan, vazifasidan, qisqa qilib aytganda rekapchasidan ma'no qidiraman. U odamni o'zini qanaqa qarashi bor, qanday qidiradi, qanday qidirgan o'sha momentda, qanday qaragan bozorga, nima deb o'ylaydi bu haqida, nega unday o'ylaydi, tushunyapsizmi? Prosta o narsani hazil-huzul aralash chiqarib olamanda. Miyasida nima o'tgan o'sha momentda, nega unday o'ylagan deb turib. Mana bu joylarda range'lar bor-u, bitta Johir degan bratim bo'lardi. MXM'da ikkinchi patogida o'qigan. Ular ham ikkitalik o'qigandi. Xuddi shunaqa belgilab chiqdingiz. Eslatib yubordingiz demoqchiman-da. Zo'r. Orada u bratam sal chalkashib qoldi, keyin yo'liga tushib oldi. Tushundingiz-a? Ya'ni hammani o'zini yo'nalishi bor va men uni har xilcha hazil-huzul, hangama bilan bilib olaman. Art galleryni qo'shganim sababi, aytganimdek meni uchinchiklarimni har bitta analizi men uchun san'at asari
Agar u yaxshi va men xohlaganday chiqsa va men uni obdon maydalab tushuntirib berishdan qochmayman. Aslida bu qilgan, u chizgan san'at asari nimalar yotibdi tagida? Xuddi shu narsa. Mana bu yerdagi mohiyatlarni tushunyapsizmi? Nimaga bozorda impulslar bo'lyapti? Qachon bo'lyapti? Sezyapsizmi? Hm. Mana shu joyda o'zida ko'p narsa bor, mana qarang. Siz aytgan 1, kengashli bo'lyapti-da 2, hozir. 3, 4. Bizga kerakli bo'lgan hamma narsa bor aka. Birinchisi pejari, ikkinchisi ichkilik kit yoki range high range low. Uchinchisi tasdiq uchun entry beradigan nuqta. SMT. SMT bo'ldi degani nima bo'ldi degani? ITH, ITL bo'ldi degani. Bu ham bor. Mhm. Engulfing 5-inchisi bor. To'g'rimi? CSD 6-inchisi yoki breaker deb qo'ygansiz bor. Tushunyapsizmi siz nimalar qilganligingizda? Siz faqat taltayib ketmang. Shunaqadan ko'p qilishingiz kerak. Va faqat shunaqa entry'larni ushlab olishga full fokus qaratishingiz kerak. Mana bunaqa joylarda trade qilishga долженmassiz. Tushuntira oldimmi? Tushundim ha. Konkretni joyda kuting, beradi, keladi, tasdiq yana olasiz, kirasiz, ketasiz. Tezroq bo'lishi kerak. Veni vidi vici. Keldim, ko'rdim, oldim. Tamom. Keyin eng yomon ko'rgan narsam bozorni ayblamang hech qachon. Men ham yomon ko'raman to'g'risi. Bu algoritm Bozorda asosida ishlaydigan narsa. Bitta inson omili yo'q. Odamlarga o'xshab chichib qo'ymaydi u joy. Bu mana shunaqa yuryaptimi, bilingki, qaysidir bitta kuchli yangilik chiqadi yoki siyosiy nimadir sodir bo'ladi yoki iqtisodiy. O'shandan keyin bozor yana impuls bilan harakatlanishda davom etadi. Shunga tayyorlanyapti xolos. U siz mana yerda jicha harakatda ishtirok etolmay qolganingizga, bozor unda, bozor bunda, yo'q, kechirib qo'yasiz. Bozor nima qilayotganini juda yaxshi biladi. Siz bilmaysiz xolos, men bilmayman xolos. O'ynayman degan o'yinchi suvni shildirashiga ham o'ynaydi. To'g'rimi? Bahona kerak emas. Qo'lingizdan kelsa, siz bozorni ayblaydigan darajada zo'r bo'lsangiz, ana oling. Mana bunaqa London yoki The Asian Killzone'larda ishlang. Qo'lingizdan kelsa. Mana bunaqa joylarda ichingiz siqilmasmikan? Qani ko'ramiz. To'g'rimi? Shunaqa. Yaxshi, yomon emas, zo'r. Xursand qildingiz, faqat qisqa. Hamid Olimjon aytganday, tug'ildimu shu an bo'g'ildim. Rad, hali 1 soatga ham yetmadi darsimiz. Men yana kayf qilib, ko'rib, tushuntirib beraman degandim. Ichidan yana nimadir insaytlar chiqadi degandim. Yo'q. Yaxshi. Insayt kam chiqdi. Siz uchun insayt chiqarmoqchiman-da men. O'zim uchun emas. Misol bilmay qolasiz-ku yoki kelajakda nima sizni kutib turibdi? Bu joyi qanaqa ishlaydi? Sizni holati bormi, yo'qmi? Nimani qanday qilgan yaxshi? Shunaqa joylari uchun demoqchiman-da. Shu insaytlarimni bilish uchun keldimda o'zi. Insaytlarni bilishingiz uchun просто boyagini chiroyli davom ettirish kerak edi xolos. Bunday ko'proq harakat qilish kerak. Hamma joy range aka, hamma joy range. To'g'rimi? Mana buni qarang. Kechani o'zidan ham bo'lib ketdi. Tasavvur qiling, bu joyda 2 soat ketdimi? 1, 2, 3 soat. Qo'ysin 4 soat deng. 4 soat yurib qo'ydi. Bu yerda bu harakat necha kun yurdi aka? 1 oydan oshiq yurdi menimcha bu. 62 kunu 16 soat 2 oy. yurgan. Ne? Shunday keldi aka. Kayf qiladigan joyi ham shu. SMT. Range low bittasi yechdi, bittasi yechmadi. Keyin nima?
likidni yechishda ishtirok etayotgan FO'ga kuchli nima? iFO'ga mana bu yorib o'tdi e'tiboringiz uchun. Mana bu FO'ga edi. Mana bu yashil tanasi soyasi bilan yorib o'toldi FO'gini. Endi u joyida nima bo'lib ketdi? iFO'ga bo'lib ketdi. Bu уже advanced darajadagi entry brat. E'tibor qiling. Qo'ysini undan keyin kirolmadingiz deylik. O'sha momentda kirolmadingiz deylik. Lekin bu joy bor-ku. Bergan var ya. 8'den. To'g'rimi? Ustoz mana bu Bom. 8'de bo'ladi ha? Или breaker ham bo'ladimi? Tushunmadim hozir. Qaysi bo'lmi? 8'de mi tushunmaganman to'g'risi. CSD qarang. Tushib qolgan-ku ha? CSD просто order block, просто nimaga CSD? Unga MSS shart emas, mana qarang. Mana shunaqa joyda mana high, low, to'g'rimi? Mhm. Mana bu emas, uzr. Mana bu joy demoqchimanda. Mana yerda bossagina MSS bo'ladi, to'g'rimi? Da. CSDda misol uchun olaylik, bu M1 da bo'ladigan bo'lsa, bu endi M15 tasavvur qiling M1. Mana shu yerda kirasiz. Ko'rdingizmi? MSS kutishingiz shart emas. MSSda qaysi MSS yaxshi brat? Tanasi va soyasi bilan bu yoqda tushgan holatda 2x o'zgani yaxshi. Lekin unaqa buzdimi, katta ehtimol siz kutgan joyga qaytib kelmaydi. Aha. Katta ehtimol qaytib kelmaydi. E'tibor qiling, endi bozor ochilyapti, to'g'rimi mana? Ko'rdingizmi? Bozor ochilishidan oldingi likid zonani yashil qilib yechyapti, jonivor. Ko'rdingizmi? Ketdi. Keyin brat nima bor? Tinish bor. Mana. Aha. To'g'rimi? Birinchi low'ni oldi. Sekin ketdi. Mana yerda yana nima qilib qo'ydi? SMT. Ko'rdingizmi? Ha, bo'ldi mana. Bor ekan. Sezdingizmi? Tushunarli. Mana bu yashilni ko'ryapsizmi? Mana bu yashil. Da. O'shani qaysi biri yechgan? Dow Jones'mi? Этот S&P 500 mi? Da. Bu nima qila olmadi? Yecha olmadi. Chirgani yo'q. Ha. Endi bu joyda bu kelib nima qilyapti? Yecha olmayapti. Bu nima qilib qo'ydi? Yechib qo'ydi. Harakat. Bom. M5 bo'yicha. Mana. Mana bu joyda hijriydan ketaveryapti. Ko'rdingizmi? Boya aytdim-ku. Da. Siz kutgan joyga katta ehtimol kelmaydi. Shuning uchun qaysi FO'ga measuring, qaysi FO'ga breakaway ekanligini bilishingiz kerak-da. Mana bu joyda qarang, konkretniy brat engulfing bor. Faqat o'qiy olishingiz kerak. Xuysini mana bu ikkita yashilni qoralar safiga berib yuboring, brat. Boshdan sanang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dojjini ham qoraga berib yubordik. 7 ta qora shamchani почти 95 yoki 97 mi bilmayman qanchadir foizini yashil shamcha nima qildi? Engulfing qildi. Ko'rdingizmi? Keyin uni yonida nima qoldirdi? Qora shamcha. CSD bo'ldi. Sizga endi shart emas mana bu yoqdagi high'ni yoki mana bu yoqdagi high'ni MSS qilib berishi. Siz entry'ni olasiz. Mana bu joydan kirasiz. O'zini high'ga Stopingiz mana buni tagida ozgina surib qo'yasiz. Mana yergacha ishlang, brat. baqirtiraveradi aka bu. Da. Bu yoqqa emas, просто mana yergacha, mana yoq emas, mana shu yergacha. Bo'ldi, menimcha. Ishonchim kamil mana shu yerda yopib borasiz siz. Ishonchim kamil. Mana shu yerda yopib borasiz-da. Chunki SNT ko'rib qolasizda. Zaybal kerak emas deysiz. Chunki mana yoqdan yurak zo'rg'a qapqirib chiqib oladi-da aka. Mana yoqqa borganda o'y bila zaybalos qaytadim deysiz. Keyin poxoy qo'ysin deysizda mana yerga qora shamchani soyasini tagiga bezutga qo'yib qo'yasiz. Free riskda. Paq urdi-yu, bezutga keyin bu yoqqa suriladi. Keyin agar bu joyga 100% borib berishini kutsangiz, misol uchun mana bu joyga bezutga tegmasdan qarab turaverasiz.
Range aka juda go'zal narsa. Rangening mohiyatini yetgan, anglagan odam u yog'iga ham, bu yog'iga ham bosiraveradi. Keyin gold yana bitta narsa bor. O'sha narsaga prosta SNRni qo'shib ishlatish. Tushundingizmi? Misol Aha. qarang. Endi u narsani aytib chalg'itmoqchi emasman. Prosta ba'zi hollarda tushunmay qolasiz-u, o'sha joyda SNR yaxshi yordam beradi deb aytib ketyapman xolos. U feedbackcha. SNR ishlating shart majbur demayapman. Tushundingiz-a? Mana Tushundim. qarang. Misol mana bu joyda daraja edi. To'g'rimi? Mana daraja. Yordi ketdi tez. Buni bu yoqqa oladigan bo'lsangiz, mana bitta nima measuring. Ko'rdingiz? Hammasi to'g'ri kelaveradi. Keyingisi Aha. qani? Mana bu joyda daraja mana. Mana. Ko'rdingizmi? Mhm. Tanasfus soyasi. Mana bitta ilikka techyapti, ketyapti. Endi mana bu yerga tushib ketgan-ku deydigan bo'lsangiz, tana yorgan bilan uni yonidagisi nima qilyapti? Ya'ni yashil va qora shamchalar tana o'lchami bor, tana shakli. Mhm. Uzun bo'lishi shart emas. O'lchami bir xil bo'lsa bo'ldi, o'sha nuqtalar. Ko'rdingizmi? Tanalar bir xil. Bu nima? Ложный провод. Любой joyda bor, brat, qarab chiqing mana. Ko'rdingizmi? Tanalar bir xil ketdi. Tanalar bir xil aldayapti, selga bormayman deyapti. Tanalar bir xil ketdi. Prosta soya to'xtab xolos. Tana bir xil bo'lsa qaytib ketadi, brat, mana qarang. Ko'rdingizmi? E'tibor beryapsizmi? Ha. Shunaqa kulishlariga ko'rib chiqqanmisiz hech? Aha. Mana. Bir xil ketib qolyapti. Yana mana bir xil tanasi. Mana bitta zo'r ana bo'ldi, tunov kuni. Ko'rdingizmi? Likka tekishda ishtirok etayotgan faolga oxirgisi mana bular equal haykallar o'sha joyda o'ziga nisbatan. Keyin nima bo'lyapti bu? ITH ETH. kumush bilan nimasi? SMT'si bor. Ketma-ket SMT berib ketyapti kumush bilan aka. Ko'rdingizmi? Hmm. Paq tushdi. Keyin yana keldi. Mana bu joyda yana SMT. Ko'rdingizmi? Hmm. Yechdi, uzr. Yechdi. Buni nima qila olmadi? Hech olmadi. Hech olgan. Shunaqa. Tushundim. Siz mana darsni ko'rdingizmi? Esim. Oz. Uni ko'rdim. Ko'rdim. Mana bu narsalar boya aytganimizda aka. Ko'rdingizmi? Boya sanadim-ku. Bitta joyda o'zida juda ko'p narsani topgansiz aka, dedim. Mana bu Michaelning gap. Delivery of the price. Narxni dastavkasi. E'tibor qiling. Bu Michael o'zining gap. Mini screenshot qo'yib shu yerga qo'yib qo'yaymi. I simply wait until everything. Ya'ni hamma narsa sodir bo'lguncha, tushunyapsiz? Range high yoki low yasalib bo'lguncha, tasdiqlar berilgungacha prosta tak shunchaki kutaman deyapti. Debdi nima demoqchi bo'lganim? Shoshilmaslik kerak. Keladi, SMT'sini beradi, mana bunaqa qaytishlar hosil qiladi. Kirasiz. No problemmi? Shunaqa. Endi menga ayting siz. Ertaga nimalar qilib kelasiz? Yoki nimalar qilmoqchisiz? Kelajak planlarmi? Yo'q, darsliklarda aytyapman. Darsliklarmi? Bu yerdan qolmagan men chamasini ko'rib bo'ldingiz-ku. Siz aytganlaringiz hammasini ko'rib bo'ldim. Boshqalarga o'tmay tur degandingiz, o'shaning uchun o'tganim yo'q edimda. Faqat shular, to'g'rimi? Aha. Faqat shularni o'zi bilan qildingizmi? Da, qayta ko'raverdim. Hazillashmang aka. Hazillashganim yo'q. Mana bu ham bor-da, to'g'rimi? Bu keyin bu Bu. postdagilar
Buni siz hujjat qilgan ekansiz aka. Pissiz o'tkazibsiz ko'z tegmasin. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Hop, Nimaga? молодец. Ikki hafta? Zo'r deganida bu. Siz hali boshlang'ich narsalarni ko'rgansiz degani. Bu yerda men bu narsalarni просто umumiy tushuntirib ketganman. Sizga hozir ko'rsatgan narsani. Ya u to'g'risi u menga tashlagan videongizni YouTube'ingizdan juda ko'p ko'rganman. Ungacha. Mhm. Bu originalda kesilmaganida. Ha. Ha, bildim o'zi birdan shunday tashladingiz uni nimalar boshlanishda ya tanish ko'rindi dedim. Hop, SMT'ni to'g'ri aniqlash kerak emas уже sizga bilasiz. Bu kerak. Anyways. Mhm. Ha, men sizga eslating dedim, ha? Eslatmadingiz, ko'rdingizmi? 8:00da Eslatmadingiz. Men sizga hozir bir narsa tashiyman, qarang. Voy, belgilaganlarim yo'qolib ketibdi. Pizdes. Skrinshot tashlab qo'yolmabman-da. Qo'ysin. Hop, tez topib tashlayveraman. Endi faqat tez topish kerak o'yin uchun. Biling. Mana. Hop, mana bunaqa holat bo'lib qoladi-yu. Eshityapsizmi aka? Eshitaman. Просто to'g'ri price action'ni kuzatish kerak bo'ldi. Tushundingizmi? Range high low belgiladingiz. Mana bunaqa qilib berib, mana shunday qilishini kuzatishingiz kerak. Tushundingiz-a? Tushunarli. Hop, ingliz tilini bilasizmi? Yo'q aka, lekin. Yipi. Sizga ozgincha psixologiya ko'rinishidagi darslikcha o'tib bermoqchi edim, mayli. Hop, bu AMTrades range bo'yicha juda zo'r ishlaydigan treyderlardan bittasi. Psixologически ham bor. O'sha bilim jihatdan ham aytib ketgan gaplari bor. Shularni bir qadar ko'rib chiqamiz. Hop, if you ever feel lost in trading, always focus back to one thing. Bu kelajakda o'zingizga asqotadigan dars. Bu dars hech kimga o'tilmagan. Bu yaqindagi Twitterga qo'ygan sahifasida juda ko'p insight olganman o'zim uchun. O'ylaymanki, siz uchun ham foydali bo'ladi aka. Davom etamiz. Agarda otda tradingda o'zingizni bir nimasidir yo'qotgandek, mana minuslardan boshi chiqmaydigan odamdek his qilsangiz deyapti, har doim bitta shunday fokusni o'zingizga qarata oling. Ya'ni bitta narsaga qarating, shunday orqaga qarang-da, nimada xato qildingiz. Shu xato qilgan narsangiz ustida qattiq ishlang degan ma'noda aytyapti. Your system that should remain a priority. Ya'ni siz o'zingiz ishlaydigan sistema, tizimingiz, tartibingiz bu sizni prioritetingizni belgilab beradigan va uni davomiy tarzda olib boradigan narsa deyapti. Chunki behind the repeated mistakes and emotional decisions is a lack of confidence in your trading own approach. Ya'ni chunki deyapti, nima uchun prioritet darajasiga chiqqanligiga sabab keltiryapti. O'sha aynan takrorlanuvchi xatolaring va emotsional jihatdan yo'l qo'ygan noto'g'ri qarorlaring bu seni o'zingga bo'lgan shaxsiy murojaatingda, o'zingga bo'lgan shaxsiy muomalangdagi ishonchsizlikning belgisi. Tushunyapsizmi? Ya'ni ishonch yetishmasligidir demoqchi. O'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz, bo'ldi men shu ishni qilaman, bugundan, dushanbadan, yangi yildan kichib qo'yadi-ku ko'pchilik. Siz, menga o'xshagan boshqalar. O'shanaqalar deyapti, именно o'zingizga bo'lgan ishonchingiz yo'qligidan deyapti. Siz o'zingizga ishonsangiz, bu narsani qila olasiz.
Uzoqqa bormaymiz. Uzoqqa bormaymiz. Uyga vazifani tayyorlashda, to'g'rimi? Ancha cho'zildi. Men ham ancha cho'zdim. Toki qilmagunizcha o'tmayman degan ma'noda cho'zib yurdim. Nega? Chunki bilaman, aka uzru, qo'pol bo'lsa ham aytaman, sizdan juda ko'pini injig'ini ham ko'rganman-da, ularga ham qildirganman. Ya'ni sizni injiqligingiz xuynya. O'zi o'ylamagan odamlarni qanaqa darajada analiz qilishi uchun, nima desa bo'ladi, analiz qilishini o'ziga ko'rsatib berish uchun juda ko'p prichinalarni oldiga keltirganman qildirganman ham. O'zi xuyat qilvorgan. Jala qilsam bo'larkanu, nimaga shuni ertaroq qilmaysan, nimaga so'kmaysiz brat yoki nimaga ertaroq tanbeh bermaysan bratishka degan. Tushunyapsizmi? Bu ham xuddi shunaqa. O'zingizga ishonchni boshladingiz, sizga aytilgan narsani "Po'xuy, qani bir qilib ko'ray" dedingiz. Sizga aytdim, aka prosta qilib ko'ring. Lekin qo'l tegdi, anov tegdi emas. Shunchaki chin dildan qilishga harakat qilib ko'ring dedim. O'tirdingiz, qildingiz, yozdingiz, chizdingiz. Çok go'zal. Bo'ldi. U mishkaga qo'lingizni olib borishdan oldin ichingizda men qila olaman degan ishonch o'tganligi uchun bo'ldi. Tushundingiz? Keyin oxiriga bordi, nima bo'ldi? Oxiriga ham bormadik videoni. 3 dan 2 qismi tugaganda, bir qismi qolganda deb qiyshayishlar boshlandi, to'g'rimi? Ha. Endi yana bunday chetdan o'zingizga qaraysiz, hozir men bilan birga bo'lib turib. Qila olarding-ku degan narsa ichingizdan o'tdimi yo'qmi? Da. Bilasizmi nega o'tdi u narsa? Chunki biz ikkalamiz maza qilib dars qilyapmiz. Tushunyapsizmi? Uni feedbacki birgalikda yaxshi bo'lyapti. Ichingizdan menimcha uyalayotgan bo'lsangiz men xursandman va bu yaxshi. То есть darsni ertaroq tugatib qo'ygan odam menman. Sababchisi menman. Nega? Chunki men uyga vazifamni хотя бы shuni 21 minutda shuni oxirigacha ham qila olmadim deb ichingizdan o'tishi kerak-da u narsa. Tushunyapsizmi? E'tibor bergan bo'lsangiz 2x da bo'lsa ham, lekin men почти 40 minutga yaqin ko'p narsalarni gapirib, tushuntirib, to'g'rilab, tekislab ketdik. Bunday bo'ladi, bunday bo'ladi deb. Endi siz tasavvur qiling, siz yarim soat dars qilsangiz, chin ko'ngildan. Vaholanki почти individual deb bo'lyapti, brat. Sizdan kimdir nonushta tilaydimi? Yo, siz yarim soat dars qilsangiz, kimnidir ichi og'rib qoladimi, brat? Yo'q. Mazza qilib ishlaydigan momenti yo'q, to'g'rimi? Ishonchingizni ko'proq qilishingiz kerak. Bo'ldi. Endi uzr chaqib ketdim, aytib bermaysiz. It makes sense. Va bu shuni bildiradiki, bu shuni his qildiradiki, when you don't know the money is solely in your system, you feel the attachment to the market at all times. Bu prям gapda sohani общий peak point nuqtasi. Oldingi darslarni YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz, men bolalarga aytardim. To'g'ri, sohada pul topish birinchi o'rin. Gap pulda emas. To'g'rimi? Gap siz mana bu amini yegan sistemani hech qayerda diplom olmasdan, AQShga bormasdan yoki mana shunaqa bo'ladi-yu, aziyat chekib, qaysidir begona yurtda o'qib, migrant bo'lib yokida student bo'lib yurmasdan prosta tak O'zbekistonda turib, oilangizni yonida bo'lib turib o'rganyapsiz. Tasavvur qilyapsizmi? Siz shu narsani ichiga kirib boryapsiz. Bozorda his qilyapsiz. Venasiga tushyapsiz, brat. Bu shuni bildiradiki, qachonki sen pul seni sistemangda yagona emasligini bilganingda, sen hamma vaqt bozorga bo'lgan yondashuvingni, yo'nalishingni boshqacha his qilishni boshlaysan. O'zingni boshqacha tutishni boshlaysan demoqchi. Tushundingizmi? Sizga savol. Mana bunaqa joyda range qani, videoyingiz qani? Videoyingiz biladi o'chib ketibdi-da. Misol bugungi harakat. Qo'ysin. Thank you. Mana bu joy, to'g'rimi? Keldingiz, ko'rdingiz, oldingiz. Stopni qo'ydingiz, chiqib ketdingiz. Mana bu SMT'larni topdingiz. Mana shu yergacha o'tgan kunning hayigacha konkretni ushlab turdingiz. Siz
O'sha momentda savol: olgan foydangizga kayf qilasizmi yoki siz belgilagandek bozor yurganiga kayf qilasizmi? Belgilaganday yurganiga kayf qilaman. Da. Bu nima degani? Siz miyangizga mana shunaqa narsani o'rnashtirganingizdan keyin pul sizni orqangizdan quvadi degani, xuyna degani. Men motivatsiya bermoqchi emasman. Просто Robert Kiyosakini bir paytlar aytgan gapini endi tushunyapman. Pulni orqasidan quvmasangina, pul seni orqangdan quvishni boshlaydi degan gap mana shu. Просто chotga intriga fokus qaratadigan bo'lsangiz nima bo'ladi? O'zidan o'zi to'polaveriladi. O'zidan o'zi sertifikatlar kelaveradi. O'zidan o'zi payout requestlar sanasi ochiq turaveradi. Bizda pulni yechay deydi. Biz turavermaylik bu yerda ponglab deydi. Keyingisi aytyapti: When you don't trust that there is another opportunity coming, you force trades out of emotion. Qachonki siz o'zingizga ishonmaganingizda, to есть yana bir boshqa imkoniyat keladi deb turib, siz o'zingiz emotsiyangizdan tashqari bo'lib qolasiz va o'shanga qarshi trade qilasiz. Tushunyapsizmi gapni ma'nosini? Debdimi yo'qmi? Depyapti. When you don't believe your targets will be hit. Qachonki sizni targetlaringiz uriladi deb o'sha momentlarga ishonmay qo'yishni boshlasangiz, siz уже noto'g'ri boshqarishni va noto'g'ri analiz qilishni va noto'g'ri yopish, kirish, chiqish nuqtalarini boshdan o'tkazishni boshlaysiz. Bu nima degani? O'tirib normalniy full focus o'zingizga ishongan holda hammasini bajarish kerak degani. Shu likvidni yechdi. Shu yerda SMT'si bor. Trend buy'da. Range low yechgandan keyin yechgan likvidni teskarisiga tomon harakat qiladi. Bo'ldi. Entry qilishim uchun nima kerak? Measuring gapmi, FVGmi, CISDmi, IFVGmi? Bormi? Bo'ldi, kiraman. Stop. Shuni pastroqdi. Degan kirish qanday-u? Prosta o'tgan safar mana shu joyda stop oluvdimda, bu SMT ishonchliimikan, yo'qmikan-e? Degan qanday? Tushunyapsizmi? Endi u ikkita degan bilan farqini ajratadigan bu kodni qonatish, bu backtesting brandi. Bu mohiyatni anglash bo'ldi, boshqa narsa emas. Tushunyapsiz-a? Ya'ni hamma narsa psixologiyada demoqchiman. Hamma narsa o'zingizga bo'lgan ishonchda, o'zingizga bo'lgan bir monsterni tasavvur qilasizmi? Misol menda shunaqa momentlarim bo'lgan. Uyg'on deyman-da ichimda. O'tgan yildagi yoki undan oldingi yildagi islomni qaytar degan narsalar qaytadi. Miyamda bunday aylanadi. Yondirib tasha, unday, bunday degan narsa. Ichingizda urishasizmi yo'qmi? O'sha narsani aytyapman-da. Xuddi shu narsani aytmoqchi bu ham. Keyingisi. When you don't understand that the rules are unnecessary, you spiral from any amount of losing trades. Qachonki sen shu qoidalar muhim ekanligini tushunmaganingda, o'sha endi trade'laringni minus qilishni boshlaysan demoqchi. Amount of juda ko'p losing trades'larga erishishni boshlaysan deyapti. Xo'p. You need to create a reason to be disciplined because the purpose is what makes you act. Endi shu joyiga bitta kelib qoldi-da, akajon. Bitta kelib qoldi-da. Act like the person you want to become. Ushladimmi? Dumingizdan shuni ushlab tortdimmi? Ha? Qattiq bo'ldi. You need to create a reason to be disciplined, bro. Siz tartib intizomli bo'lish uchun sabab yaratishingiz kerak o'zingizga uchun, o'zingiz uchun. O'zingizga o'zingiz mana shunaqa qilaman, shunday bo'laman deb birinchi navbatda sabab bo'lish kerak, disiplinali bo'lish uchun. Negaki maqsad sizni harakatga undash. Sizni harakatga undashdan maqsad nima? Act like you want to become. Act like the person you want to become. O'zingiz xohlagan odam bo'lishga harakat qilish. Ichingizda men
o'zimga ishonaman, Xudoga ishonaman. Xudo xohlasa nasib hammasini qilaman. Bemalol eplayman. Payout qila olaman. O'ta olaman. Risk menejmentni bajara olaman. Ortiqcha trade qilmayman. Risklarimni kontrol qilaman degan narsalarni sekin-asta borish. Hammasini sekin-asta qilib borish. Shularni qilib bormasangizgina bo'lmaydi. Qilib borish kerak. It comes through the refinement of your system. Bu narsalarni hammasi deyapti. O'zingizni tartibingizni, o'zingizni tizimingizni qayta yaxshilash orqali vujudga keladi deyapti. And the goal is not the perfection or guarantees. That doesn't exist. Bu degani maqsad bu perfeksionizm emas. Maqsad qanaqadir garantiyalar emas. Unaqa narsani o'zi yo'q deyapti. It's having so much clarity and the trust in the decisions you make that now following the rules of your system becomes unthinkable. Sizni o'ylamaydigan darajada manqurt qilib qo'yishga olib kelgan sistemangizni qoidalariga ergashmaslikka majbur qilish. Aynan mana shunaqa sizni oyog'ingizdan tortadigan qoidalarga bo'ysunmaslikka majbur qilish. Va bu narsani tagidagi ma'no juda ham aniqlik bor va o'zingiz qiladigan ishingizga va o'zingizga bo'lgan ishonch bor. U narsalarni chopish uchun. Tushundingizmi? Bog'liqlikni qarang. Tarjimon bo'lsam bo'lmaymi men? If you don't have the yet, let it be your next step. Agar hozir bu narsa sizda yo'q bo'ladigan bo'lsa, hozirchalik hali erishmagan bo'lsangiz demoqchi, keyingi qadamingizni qo'yib bering. Bu degani o'zbek tilida sizga tushuntiradigan bo'lsam, o'zimni tilimda tushuntiradigan bo'lsam, chunki Toshkentga borganimda bitta joydamiz endi tanish bola oldin trading bilan shug'ullanmasdi. O'tgan yil borganimda, hozir borsam shug'ullanayotgan ekan. Mendan bunday so'radi. Meni biladi. Reputatsiyamni ham, bilimimni ham biladi. Faqat u noto'g'ri auditoriyada. Tushunyapsizmi? Noto'g'ri odamlar bilan birgalikda. Oddiy qilib aytganda, razgonchilar bilan birgalikda. Trade qilishni bilmaydigan odamlar bilan birgalikda. Hammasi ham emas orasida. Shunaqalar bilan birgalikda. Biroq nima qilaydi? Bunday qaradim. Gold sell o'qiyotganda tun kun. Boya SMT'sini ko'rsatdimi? Biqinidan, brat, selldi. Biqinidan buy kirib olgan. Men siz o'rningizda bo'lganimda yopgan bo'lardim dedim. Bo'ldi, shu tushunib olish kerak edi. Unga mendan chiqdi-da, boshqa bratga borib so'radi. Undan keyin boshqa brat. Hammadan so'rab chiqquncha shu to'xladi. Shu to'xlashdan oldin bitta odamni endi hamma ovqatlanayotgandek o'tirib, nima qilay deb bechora bola ovqat yeganda ham bo'lmadi. Keyin aytdim, kimdir takaxon bor edi, jonini kuydirib tushuntirayotgan-da. Keyin akaga aytdim, aka dedim, foydasi yo'q deyapman. Prosta aminiy ishiga o'zini o'zi shu narsani tan olishiga qo'yib bering deyapman. Prosta tak o'ziga qo'yib berish kerak bo'ldi. Chunki aytildi. Men seni o'rningda bo'lganimda yopgan bo'lardim degani, men shu paytgacha qilgan xatolarim senga o'xshagan momentimda o'sha momentda men yopmaganim, bor pulni ushlab qola olmaganim degani. Bu gapning birinchi tarjimasi. Yaxshisi yop va hozir prosta damo, obedlan ovqatga yuvinib chiqib, muzday suvga o'zingga kelib olib, undan keyin trade qilib ko'r degani. Bu degani sen men qilgan xatolarni, men yegan buqlarni yema, oshna yoki uka degani. U buni eshitmadi. Tushunyapsizmi? Keyin men akaga aytdim. O'sha momentda endi yana so'rayapti, hammani oldida qayta so'rayapti. Ovqat yeganday bo'lmayapsiz. Prosta aka nahviy qilasiz mazgisiz skip yoki o'zingiz ovora qilib, prosta aminiy ishiga qo'yib bering deyapman bo'ldi. Bu nima degani? Qarshi chiqish kerak emas. Qachonki odamzod o'zi borib boshi devorga tegmaguncha tushunmaydi. Boshini tegishini o'zi ham kamlik qilar ekan bir paytlarda. Kamlik qilishi sababi farosat yetmasligi aka. Nega deb men aytdim mana yerda. Mana yerda tushuntirdi-yu. Boshidagi gapni eslang mana. Yo'q, mana bunaqa narsada ustoz, meni tushuncham bo'yicha bosh uriladi-yu devorga.
zo'r shalop etib yiqiladi. Bu turish ham kerak-ku. Mana shuda aka. Agar sen tradingda nimadir yo'qotgandek o'zingni his qiladigan bo'lsang, always focus back to one thing. Bitta orqaga qarag'da, o'sha narsaga nima qilyapti? Fokusingni qaratyapti. Nega chichib qo'ydim? Nega yop deganda yopmadim? Nega menga unday dedi u? Tushunyapsizmi? Shunaqa narsa. Keyin aytyapti, it will be your foundation to consistency. Gapi tugal qismi. Bu aynan mana shu narsa boshing borib devorga tegishi deganda endi bu. Seni doimiylikka o'rganishingni asosi bo'lishi mumkin, deyapti. Gap qildingizmi? Shunaqa gap akasi. Sizga maslahatim endi bunday qilamiz. Siz bilan men bitta guruhda bormiz, adashmasam. Yo'q. 1 daqiqa. Mhm. 1 daqiqa. Siz bu yerda yo'q ekansiz-a? Yo bormisiz? Qaysidasiz? Mana buyoqda yo'qsiz shekilli-ya. Arxivda. Yo, arxivga qo'shmagansiz. Bittasida bor-da hozir. Qaysi edi? Qaror. Arxivda ko'p narsalar bor, brat. Shularni ko'rib chiqing. Mana shu darslar bor. Sizga yozib Mana shu darslar bor, brat. Mana shularni ko'rib chiqing. Boshidan ko'rib chiqing. Range sizga yengillik qilsa, ko'rishda davom etib ketavering. Lectures bor, Silver Bullet bor. Keyin ITHTL bor. O'shalar da so'rayman sizdan. Unga bir hafta qolib ketsangiz kerak. Bor ekansiz-u. bo'ldi. Odamzod yo'q Yo'q deysiz. deysiz. Mana bu gruppa Qo'shmagan deysiz, qo'shmagan deysiz. Ana bo'lmasa. Yaling, qo'ying. Arxivga kirib darslarni ko'rib chiqib ketaveray, bir boshdan. Shunaqa gap-shep. Nima savollar bor? Savollar. Shu CSD bilan Order blogida bitta farqini aytaversangiz devdim-da, keyin ETHlar hali o'tilmaydi yangi yoki Mana yana ularda ichida bor. O'shani aytyapman-ku. Iced Lectures, keyin boyagi aytganlarim. Mana bu gapni eshityapsizmi? ha. Nima deb yozgan? Bu narsani tushundim. Range barobar gapiradi. Bu narsani Haftalik ko'rsatkich realda. Нормально. Нормально emas. Zo'r. Realda. Shunaqa gap aka. Hop, qarang. Mana bu yerda bor edi-ku aka. Yo'q, o'tkazay. Shared links. Bu yerda bor-ku. MSS CSD mana. O'shalarni o'tgan safar so'ragandim-da, ko'raveraymi bularni ham deganimda Ha? yo'q deb aytaveringiz-da. Ha. Endi ko'ravering, ha. Endi ha. Endi bilgan darsingizni ko'ring aka. Xohlaganingizni ko'ring. Lekin sizga bitta mayli men qo'yib bera qolay-ya. Mana. Mana buni ko'rdingizmi yo'qmi? Yo'q. Ko'ring. Hop. Mana buni ko'ring. Buni ham ko'ring.
Buniyam ko'ring. Voy, uzr, Allohga shukr. Bo'ldi. Shularni ko'ring, tamom. Buyog'iga keyin ana darsliklar bor-ku, arxiv darslari. O'shalardan ko'rib boshlang. Tushundingiz-a? Ulardan keyinmi? Hmm. Tushunarli. 1, 2, 3, 4 ko'rib boravering. Bo'ldi, shu bugungi paka aka. Tushunarli. Shunaqa gaplar, shep. Xabarlashamiz bo'lmasa. Rahmat ustoz dars uchun. Bo'pti.